Ayollar va qizlar orasida sun'iy ravishda jarrohlik yo'li bilan ko'krakni kattalashtirayotganlar juda ko'p, lekin bu usullarning zarari ham juda ko'p. Ko'kraklaringiz doimo hajmli, tarang va mustahkam bo'lishi uchun siz turmush tarzingizni va ovqatlanishingizni kuzatib borishingiz kerak. Quyidagi mahsulotlar sizga yordam beradi. Chernika o'z xususiyatlariga ko'ra sut bezining alsinuslarini hujayraviy tuzilishini saqlab qolishga va ular orasidagi bo'linmalarni mustahkamlashga yordam beradi. Malina ko'krak qafasining tushishini, ya'ni ko'krakni osilib qolishini oldini oladi. Tabiiy tvorog postmenopauzadagi ayollarda laktatsiyani oldini oladi va immunitet hujayralarini faollashtirish orqali ko'krak sog'lig'ini yaxshilaydi. Ramashkali choy silliq mushaklarning tonusini yaxshilaydi va ko'krak bezining qon aylanishini normallashtiradi. Bu mahsulotlarni doimo iste'mol qiling va ayollikning eng ko'rkam organini sog'lom, chiroyli bo'lishiga erishing. Bu videoni qiz va ayollarga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, layk bosing va kommentariyada plyus belgisini qoldiring.